Assalomu alaykum, hurmatli asalarichilar. Mana bugun 15-mart 2026-yil sanasi. Mana 3-4 kunlik sovuqlarni o'tkazib oldik, Xudoga shukr. Shu 10-da, 9-da boshlandi. Orada 3 kun, 4 kun kechasi 3-4 gradus minus harorat bo'ldi. Arilar endi ozgina qiynalgan bo'lishi mumkin, lekin yaxshi. Endi mana sovuq o'tib oldi. Endi oilalarni ko'paytirish ishlarini boshladik. Ramkalarni qo'shib, oilani kengaytirish ishlarini boshladik. Mana bugun 15-chi, havo yaxshi bo'lib turibdi. Shu boshladim, mana bir chekkadan tushdim. Bizda bitta muammo paydo bo'lib qoldi. Bu muammo ko'pchilikda uchraydi. O'shanga именно o'sha muammoni videoga olib, xudo xolasa bir haftadan keyin uni natijasini ham videoga olib ko'rsatmoqchiman ko'pchilikka manfaatli bo'lishi uchun. Mana bitta oilamizda o'zi 4 ramkari ekan. 4 ramkari o'sha minus haroratda ozgina rasplodini isitishga qiynalibdi bu oila. Qiynalganini hisobiga mana shu eng chekkadagi ramkasida haligi ochiq urug'lari nobud bo'libdi. Nobud bo'lib, chirib o'sha ramkani, o'sha yacheykani pastki qismiga cho'kib qolibdi. Endi shu muammo masalan ko'pchilikda uchraydi. Shunaqa birdan keladigan sovuq havolarda masalan zaharga tushishi mumkin. Paxta vaqtida bo'ladi bu narsa. Hozir quyosh yaxshi ko'rinmayapti. Mana shu holat. Mana shu ramkada bir 5-10% rasplodi, ochiq rasplodi shunaqa holatda bo'libdi. Mana shu eng chekkadagi ramkani isita olmabdi arilar. Mana hurmatli asalarichilar, mana shu o'rta qatordagi eng birinchi ramka, eng birinchi yashigimda mana bu tarafi, mana ko'k tarafidagi oila. Endi bu oilaga o'tgan yil sinovdan o'tgan shu holat bo'lganda paxtaga zahar sepilgandan keyin 5-6 ta oilalarda shunaqa holat kuzatilgan. Undan keyin men nima qilganman? Apimax balzamidan berganman. Siropga qo'shib 3 marta qayta berganimdan keyin shu narsa yo'qolgan. O'sha oila mana qishdan chiqdi. Shu eng oxiridagi shu ikkala yashikda mana bu tarafdagisi. O'sha oilada shunday kasalga uchragan arilar bor edi. O'shalar hozir qishdan chiqdi. Apimaxda berganimdan keyin tuzalib ketdi. Endi bu oilaga ham o'sha Apimaxdan berib davolab ko'raman. Xudo xolasa yaxshi bo'lib ketadi. Mana ramkalarni qo'shish ishlarini boshlayapman. Mana suvlarni olib chiqib qo'ydim. Mana endi ramka qo'shishga keladigan bo'lsak, oilani kuchiga qarata mana bu arimiz 4 ramkada o'tirgan ekan. Kuchi o'rtacha. Shuni hisobiga men mana qo'shimcha ramkani mana oxiridan ikkinchi qilib berdim. Shunda asosiy rasplodlar bu qismda qoldi. Bunga ham o'sha ari to'lib bo'ldi. Endi o'zlarining ehtiyojiga yarasha bu ramkaga ham tuxum qo'yib bemalol to'ldirishlari mumkin. Bu tarafdagi oilamizga keladigan bo'lsak, buni anchagina kuchi kuchliroq edi. Mana o'z ko'rishlaring mumkin, arisi to'la, oxirgi ramkada ham to'la. Mana bu ari 5 ramkada o'tirgan ekan. Bu oilaning kuchliroqligi hisobiga sush ramkani mana o'rtadan ikkinchi qilib berdim. O'rta mana birinchi ramka mana ikkinchiga qo'yib berdim. Bu oila bemalol bu ramkani tozalab, qiynalmasdan tuxum qo'yaveradi. O'rtaga qo'ysa ham bo'laveradi. Xohlasangiz mana o'rtaga qo'yib qo'ysa ham bo'laveradi. Bular uzoq 2 kunda tuxum bilan to'ldiradi buni. Bir kunda tozalab tuxum qo'yishga tayyor qilib berishsa, ertaga tuxum qo'yishga o'tishadi. Chunki mana oxirgi ramkaga ham onari bo'sh joyiga tuxum qo'ygan. Bu oilaga joy yetmayapti o'sha. Shunaqa gaplar, hurmatli asalarichilar. Vaqtida kengaytirish ham bu oilalarda hozirgi kundagi muhim ishlardan biri. Mana shu holatdagi mana 1 yil ishlagan suvlardan, ichida o'ta oppoqlardan ishlatganim yo'q. Mana shu o'rtacha 1 yil ishlagan suvlar. Mana sal bunaqalari ham bor, ozgina qizilroqlari.
hozirgi kunda oilalar baribir o'ta kuchayib ketgani yo'q. Shuning uchun hali oppoqroq sochlarni hozir bermay turgan ma'qul. Bunaqa oq sochlarni keyinroq arilar kuchayib olgandan keyin mashinalarda hozir berishni tavsiya bermayman. Chunki hozirgi kunda baribir havo harorati sal pastroq. Shuni hisobiga arilar yangi oq ramkalarga tuxum qo'yishga qiynaladi, uni isitishga qiynaladi. Lekin mana qizilroq ramkalarda devori qalin bo'lgani hisobiga arilar yaxshi tuxum qo'yadi. Hali rasplodni isitishga qiynalmaydi. Shuni hisobiga bu ramkalarda hozir qo'yilsa, tez tuxum qo'yadi bularga. Xo'p, yana nima deyish mumkin? Shunaqa gaplar. Hurmatli asalachilar, shu asosiy muammo shu oilamiz xudo xolasa tuzatamiz. Apimax ertaga olib kelaman. Berib, shu bilan 3 qayta berganimdan keyin mana bir hafta o'tkazib videoga olib qo'yaman. Xudo xolasa yaxshi bo'lib ketsin. E'tiborlaring uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Arilarga ovqatini vaqtida beringlar. Vaqtida agar kuchi yetarli bo'lsa, soch ramkalarni berib, oilalarni kengaytirib qo'yinglar.